Alloh taolo Qur'oni Karimda va iymon keltirganlar Xudodan qo'rqinglar va yaxshi insonlar bilan yuringlar dedi. Sufyon Savriyning so'zi. Kishini buzilishligi va to'g'rilashligida do'stlardan ko'ra kattaroq ta'sir yo'q degan ekan. Insonni buzilib ketishligi yoki to'g'ri bo'lishligida eng katta ta'sir do'stlarda degan ekan. Malik ibn Dindarning ikkalasi so'zi bir xilda. Odamlar xuddiki qush singari kaptar bilan do'st bo'ladi. Qarg'a ham bo'ladi, chittak bilan bo'ladi. Odam o'ziga o'xshagan bilan do'st bo'ladi. Hech ko'rganmiz, qarg'alar uchib ketyapti, bitta chumchu bilan ketyapti. Mumkin emas-ku. Bir to'p itlar ketyapti, orasida mushuk bor ekan. Mumkin emas bu. Olingan foyda Alloh taolo odam bolasini fitratda yaratadi. Buzilib ketgan bo'lsa, qarovsiz qolgan bo'ladi. Do'stlari aynigan bo'ladi. Hozirgi kunda do'sti telefoni desa ham bo'ladi. Yo'q, o'g'lim ishimga aralashmaydi deydi. Telefoni bilan televizorni ko'ringchi deydi. Yo'q, televizoriyami, telefoniyami yo'q deyish o'ta qiyin. Buzilib ketayotgan bo'lsa shundan bo'ladi. Keyin yomon kech oladi, to'g'rilash o'ta qiyin. Hali qiyshayib ketgan daraxt to'g'rilanmaysa shunisiga bo'ladi.